jannatim o'sin jonim o'zim. Sizga zo'r trener topib qo'yganman. Mana Muharramoy salonining yonginasida sizga aytgan o'sha oy qiz beramiz. Voy, xush kelibsizlar. Kelinglar opalar. Xullas opasi o'sini 100 kilo. Qarang ahvolda. Ozdirish kerak. Er yurvaryapti. Qachon qarama flesh ichadi, Red Bull ichadi, to'g'ri ovqatlanmaydi. Meni kamiga xabar ovqati tindirmaydi. Kilo ovqat yevoradi. Nori qazib qolib ketmaydi. Nafsi bilan buzuq. Nima qilib to'g'irlash kerak buni? Voy, to'xtang. Bunaqa ishda yo'q. Xohlasangiz, men sizga chiroyli natija olib beraman. O'zim to'g'ri ovqatlanish bo'yicha mutaxassisman. 5 yilga ish tajribam bor. Oliy ma'lumotli va bu sohada malakam yetarli. Yuzlab insonlarga yordam berganman. Agar xohlasangiz, men sizga to'g'ri ovqatlanishni o'rgataman. Sog'liqni saqlash vazirligidan o'tgan, O'zbekistonga to'laqonli kirganiga 5 yil bo'lgan. Bu mahsulotlarimiz dori vositasi emas, sizni faol biologik qo'shimcha bo'ladi. Voy go'zallarim, sizlar ham menga o'xshab endi olishimiz shartmi deb o'ylayapsizlar? Yo'q, majbur emas, xohishga qarab. Opajon, endi ozingizga qaror qabul qildingiz. Men sizni dushanba, chorshanba, juma kunlari 9:00 ertalab va obeddan keyin 14:00 da darslarimda kutib qolaman.